Hey yo, hammaga salom. Multiolam kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz 2018-yildagi komediya va ta'sirli janriga ega Bao qisqa metrajli multfilmini sharhlab beramiz. Oldinda spoilerlar, demak tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Ertalabdan xitoylik ona nonushta uchun taom tayyorlashga kirishadi. U o'zi va eri uchun baozi tayyorlamoqda edi. Xitoylik ona chuchvara tayyor bo'lishini kutib, derazani ochib nafas olish uchun tashqariga qaraydi. U o'zini yaxshi his qilmayotgan edi. Birozdan so'ng uni bug'langan chuchvarasi pishadi. So'ng bug'da pishirilgan chuchvaralarni eri bilan birga yeyish uchun suzadi. Eri ishga shoshilayotgan edi. Shunda barcha chuchvaralarni og'ziga solib ishga jo'nab ketadi. Ayol esa oxirgi chuchvarasini yemoqchi bo'lganida bir chuchvara jonlanib yig'lay boshlaydi. Ayol bundan hayratga tushadi. Keyin birdan chuchvarani qo'li va oyoqlari o'sib boshlaydi. Shunday qilib, endi xitoylik uni Bao deb ataydi. Keyinchalik u qo'liga olish uchun uni ko'taradi va Bao kula boshlaydi. Endi u Baoga ega bo'lganidan xursand ko'rinadi. U bug'da pishirilgan chuchvaraga o'z bolasidek muomala qiladi. U yugurib ketayotganda Bao sirpanib yerga yiqilib tushadi. Bu esa boshini tekislashga olib keladi. Xitoylik ona uni tezda oshxonaga olib boradi va boshini normal holatga keltirish uchun uni tuzatadi. Lekin uning boshi to'satdan yana tekis bo'lib qoladi. Shunday qilib u tezda Baoni ovqatlantiradi va u odatiy holga keladi. Xitoylik ona haqiqatan ham Baoni yaxshi ko'radi. Uni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Uni tez uni bozorga olib borib va unga sabzavot va shirinliklar sotib oladi. Ayni paytda Bao juda yaxshi o'sib borayotgan edi. Ular bir kuni badan tarbiya qilayotganda Baoni it tishlab olib qochadi va u tezda Baoni qutqarish uchun itning orqasidan yuguradi. Ular uyga kelgach, u Baoni muloyimlik bilan yuvadi. Keyinchalik Bao bo'yini o'lchaydi va u ham onasidan yangi ko'zoynaklar oladi. Bir kuni ular narsa xarid qilishayotganlarida Bao bolalar futbol o'ynayotganlarini ko'rib, ularning orqasidan yuguradi. U tezda Baoni to'xtatadi. Keyinchalik u mashq qilayotganda Bao ikki bola bilan futbol o'ynay boshlaydi. Baxtga qarshi to'pga boshi bilan zarba bergani uchun boshi yassillangan. Bu o'yin Baoga xavfli bo'lgani sababli u Baoni uyga olib ketadi. Ular avtobusda ketishayotganlarida Bao undan juda g'azablangan. Biroq u unga sevimli shirinligini beradi va Bao hali ham unga e'tibor bermaydi. Ertasi kuni xitoylik ona Baoni pivo ichayotganini ko'radi. U juda xavotirda edi va Bao kimdir bilan telefonda gaplashayotganini bilib qoladi. Bao uni kuzatib turganini bilgach, tezda eshikni yopish uchun keladi. Boshqa bolalar bilan o'ynashga ruxsat bermagani uchun Bao ayoldan xafa edi. Shuning uchun xitoylik ona Baoni xursand qilish uchun juda ko'p ovqat tayyorlaydi. Bao u bilan birga ovqatlanish uchun kutadi. Lekin Bao e'tibor bermay uni yolg'iz qoldiradi. Xitoylik ona Baoni harakatlaridan juda g'azablanadi va keyin u yolg'iz barcha ovqatlarni tugatadi. Shu bilan birga Bao uyga qaytadi va onasini kelini bilan tanishtiradi. Bularning hammasini bilgan ona juda hayratga tushadi. Bir daqiqadan so'ng Bao o'z chamadonini bilan xonasidan chiqib, u kelini bilan yashash uchun uydan chiqib ketishini aytadi. Lekin ona e'tiroz bildiradi. U kelini uydan itarib yuboradi va ketishga yo'l qo'ymasligini aytadi. Ikkalasi janjallashadi. Xitoylik ona g'azablanadi va uni yeydi. Lekin u qilgan ishdan yig'laydi. Keyinchalik ona to'shakka yotganda eri hech narsa demasdan unga qaraydi va keyin ketadi. To'satdan u Baoni soyasini ko'radi. Lekin u Bao emas, uning haqiqiy o'g'li xonaga kirib, butun ketma-ketlik allegorik tush ekanligini ochib beradi. Va otasi uni onasi bilan gaplashishga undaydi, lekin ayol u bilan gaplashishdan bosh tortadi. U onasiga avtobusda bir paytlar rad etgan taomini taklif qiladi.
Ular onasi bilan karavotning chekkasida o'tirib shirinlik yeyishadi. Keyingi kadrda esa o'g'li va uning kelini va onasi birgalikda xursandchilik bilan chuchvara tayyorlashmoqda edi. Va multfilm shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Videoni 0 dan 10 gacha baholang va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga esa obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.